Men mana o'g'il bolaga oldingi efirimni ham ko'rishinglar mumkin. Mana shu fleshga men buni olib yuribman. Boshqa joydan zapas versiyam bor. Chunki davomida meni xodimlar urgani aks etgan nimalar borda. Ha, u video sizda bormi? U video menda bor. Sen aldaganingni, yolg'on gapirganingni aytishga haqqimiz bor bizni. Yo, rost desang, hujjat keltirasan. Va sen mana Otabek Jo'rayev ham aytayaptiki, bizda hujjat bor, bizda fleshka bor, urib yechintirilganligi. Sen Gulirona Kusherbayevning videosida ular meni urib yechintirganligi to'g'risida video menda bor degansan. Sudga taqdim qilaman degansan. Taqdim qil, biz to'xtaymiz. Bu yoqda prezident janoblariga, Saida Shavkatovaga murojaat qilib, o'zingni mazlum qilib ko'rsatishligingni aqli bor odam yemaydi. Sog'liq shuncha xizmat qildi. Kim sog'lig'ini xizmatini tanqid qilyapti? Ha? Bitta bir dona narsa bor xolos. Seni urib yechintirganligini isbotlaysan. Ekspertizaga ham tupurib qo'ygan joying bor seni. Senga qarshi nimaiki ekspertiza guvohlik bergan bo'lsa, hammasini soxta deyapsan. Nima faqat seni oqlab berish kerakmi? Sen nima desang, seni oqlab berish kerakmi? Seni oqlab bergandagina adolat bo'ladimi? Ha? Sen nima yolg'on gapirsang, seni yolg'oningga indamay turilsa to'g'ri bo'ladimi? Ha? Abu Lahabning xotinini ham to'g'ri deylik unda. Nuhning ayolini ham yo'q, u yaxshi odam edi, mazlum edi deylik. Tarixda o'tgan. Hey, Hamza radhiyallohu anhu ni qornini yorib, ichidan jigarini sug'urib olib chaynagan ham ayol kishi bo'ladi. Nozik xilqat ekan, unga mazlum ekan desagina ishonib ketilavermaydi. Ha, O'zbekistonda ayollarga qo'l ko'tarish, ularga zulm qilishga keskin choralar ko'rishlik haqida qarorni qo'llab-quvvatlayman. Qarsak cholaman. Lekin bu ayollarga hamma maydonni ochib yordi. Endi ayollar erini ham ursa bo'laveradi. Endi ayollar chiqib olib yalang'och bir joyda qo'lga tushgan bo'lsa, ichki ishlarga tuhmat qilaveradi degan lyuksni bermaydi. Lekin sen hozir nimaga aylantiraverasizlar? O Siroj, nimaga aylantiraverasizlar? Senlar tanonlaring. Urib yechintirdi degan xalqni hissiyotiga o'ynagan gaplaringni hisobini so'rayapti xalq. Butun mana shu mavzularda ko'zi ochilgan xalq shuni hisobini so'rayapti. Buni hisobini bermasalaring, buni yig'ishtirlaring. Yo'q, men xohlaganimni qilaman degin. Bezrayib chiqib turib Hujurat surasi deyapsan-u, yana bezrayib chiqib ayt. Men xohlaganimni qilaman de. Xohlasam soliqchi bilan, xohlasam shofyor bilan, xohlasam erim bilan. Bu meniki. Jinsiy erkinlik menda. Gap yo'q. Bemalol seni hech kim jinoyat javobgarlikka tortmaydi. Lekin ichki ishlar tizimi urib yechintirdi deyish bu juda katta gap bu. Juda ham katta gap. 235 10 yilgacha qamalish kerak qarshi taraf. Shuni so'rayapmiz do'stlar. Ayol ojiza deganda esdan chiqarmang. Abu Lahabning xotini ham ojizda nomi bilan payg'ambarga tuhmat qilgan edi. Nuh alayhissalomning ayoli ham ojiza nomi bilan Nuhga xiyonat qilgan edi. Lut alayhissalatu vassalomning ayoli ham o'zini ayollik ojizaligidan suiiste'mol qilib Lutga xiyonat qilgan edi. Muhammad alayhissalatu vassalomni zaharlagan ayol Yahudi ayol edi. Ha, men mutlaq hamma ayollarni demayapman. Ayollarning ichida dahshatlari bor. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aksar jahannamda ayollar kiradi deganlar. Noshkurligi, nonko'rligi, la'nat aytishligi, mana shunaqangi tuhmat, isyon, har xil narsalar bor. Allohdan qo'rqadigan ayollarimiz son mingta. Ular bu mavzuga kirmaydi, lekin bizni ojizaligidan foydalanib, ojizda xilqatman-ku deb tuhmat qilishlikka, yolg'on gapirishlikka hech kimning haqqi yo'q. Agar yolg'on gapirsa, so'rashga haqqimiz bor. Uni g'iybat deyilmaydi. Haqqini so'rayapti erkak ham ojiz Allohning huzurida.
Biz Allohning huzurida hammamiz ojizmiz. Qancha erkaklarni mana shunaqangi tuhmatlar bilan ayollar belini sindirib yordi. Qancha erkaklarni. Bunga ko'z yummaymiz. Qaror qabul qilindi, ha, ayollarga zo'ravonlikka qarshi qaror qabul qilindi. Buni qarsak cholamiz, gap yo'q. Lekin bu ba'zi ayollarni erkaklarga tuhmat qilsa bo'laveradi. Baribir uni qarorga ko'ra himoya qilinadi degani emas. Noto'g'ri tushunmanglar. Shuni aytib qo'yay dedim.